Sirojniddingiz bizni o'zingiz yaxshi ko'radimi? Nimadan tashkil topgan tana bilasizmi? Inson tanasi. Suyuqlik, yana to'g'ri, birinchi suv. Belok deydi-ku. Eshitganmisiz? Uglevod, har xil minerallardan tashkil. Kilogrammingiz necha edi? 103 kilo. 30% dan ko'p yog' bor. Bu degani 103 kiloga qarab ovqatlanish kerak degani emas. Ustidan o'tib ketaman. Testosteron ko'tariladigan payt, stress tushadigan payt, kortizol tushadigan payt. Oddiy misol, melatonin gormon ishlab chiqariladi. 22-23 gacha boradi, keyin 11 dan keyin birdan uyqusi kelmay qoladi. Hech bo'lgan shunaqasi. Eng asosiy bitta gormon bor, estrogen degan gormon bor. Yoshlik gormoni. Bu narsa sizda uxlab qolgan. Gormonlar qachon to'g'ri ishlaydi? To'g'ri turmush tarzida правильный питание bo'lsa, aktivniy bo'ladi. Hozir yog' protsenti ko'payib ketgani hisobiga, to'g'ri turmush tarzi bo'lgan hisobiga insulin ko'tarilganda gormonlar tushgan. Gormonlar noto'g'ri ishlayapti. Bu insonda ayol kishida ham erkak kishida ham murskoy, женский gormonlar bo'ladi. Agar erkaklarning murskoy gormoni tushib ketsa, ayollik gormoni ko'tariladi, semizlik ortishi bo'ladi. Ayollarda teskarisi. Asosiy prolaktin, estradiol degan женский gormon bor. Bu ko'tarilib ketgan hisobiga semirgansiz. Qaningizdan pasti men ayol kishiman deb o'ylab qoladi-da, boshingiz aqlingiz bilan erkak kishiman deb yuraverasiz-da, tushunasizmi? Tim hayotga ham tushib ketaveradi, qanaqa xohishlaringiz, qarashingiz. Mana shu kilogrammingizga qarab suv necha litr ichasiz, oqsil necha gramm iste'mol